90% odamlar immunitet haqida eshitishgan va bu haqida ko'p gapirishadi, lekin bu haqida ma'lumot juda kam ularda. Endi qisqacha men aytib o'taman. Immunitet o'zi nima? Immunitet bu organizmning tashqi va ichki omillar, ya'ni zararli omillar, virus, bakteriya, zamburug' hamda parazitlarga nisbatan kurashish qobiliyati hisoblanadi. Immun tizimi nima degani o'zi? Immun tizimiga nimalar kiradi? Bunga suyak ko'magi yoki suyak iligi, timus, qalqonsimon oldi bezi, qon tarkibidagi oq qon tanachalari, ya'ni leykositlar, limfa tomirlari hamda limfa tugunlari, ular joylashgan bo'yin oldi, bo'yin orqa, jag' osti, qo'ltiq osti, chov sohasida, umuman tanadagi butun limfa tizimi va undan tashqari antitanalar, antitelalar, bular immunoglobulin deb ataladi. Mana shu hammasi bilan birgalashib immunitet, ya'ni immun tizimini boshqarib turadi. Immunitet bundan tashqari yana